Stop. Mana bu yerda ko'prik bor, mayli ko'prikka qoplaymiz a. Ana bu yerda nima bor? Men o'sha yerga borishim kerak. Yo'l mana bu tomondan borsa bo'lar ekan lekin. Let's go. Okay, orqa tomondan o'tilar ekan bu yoqqa. Let's go. Qani o'tish yo'li? Mana o'tish yo'li, mana shu yerga biz qo'yib turamiz. Bizani mototsiklimizni shu yerga qo'yib turamiz. Albatta bunga sim topinglar kommentda. Xo'p, o'tirgichimiz bor. Mana buni qanaqa yutdirsak bo'lar ekan? Men qiziqaman, shuni yutdirmoqchiman men. Okay. Yo bismillah. Oh. Bu ham bepudan boshqa narsani bilmas ekan. Mayli necha. Mana o'tirsa bo'lar? O'tirsa bo'lar-ku. Mana shu halol. Mana buni tepasi chiqamiz endi. Go. Ko'ryapsizlarmi? What the heck? Ne zo'r narsa baribir uron ketdi. Oh, nice. Wow, cho'li joy ekan baza uchun. Yo'q qolib yur menga. Baliq ovlaymiz bolalar, biz mana shu yerga ozgina o'tirib, ana, naysul halal bolalar, naysul halal. Chunki biz endi baliq ovlaymiz. Hamma qiyinchiliklarni ortda surib, biz ozgina sokinlikni yerga qo'yib baliq ovlaymiz. Nima deyapman? O'zim ham tushunmayman. Mana projektormi? Projektor yonadimi? What the fuck? Bunga redstone kerak. Bular suv, ichiga hech nima yo'q. Davay bolalar, ozgina baliqchilik qilaylik, ozgina endi. Qayerdan tushsa bo'ladi endi bu yerga? Qayerdan chiqqan? Stop, bu yerni yopib qo'ygan ekan egasi mana bu yerni. Mana bu yer chiqish yo'li ekan o'zi. Aqlli, zombilar chiqolmaydi deb o'ylagan. Yaxshi. Mana bu yerga topib ketamiz. Let's go. Qaysi o'rniga? Panarni o'rniga. Xo'p, o'tirgichni biz mana bu yerga qo'yamiz. Xo'p, davay bolalar. Bugun bilan biz baliq ovchilik qilamiz. Ozgina ovqat olib turadi-ku o'zimizga ham, chunki bizning ovqatimiz yo'q, bilsanglar kerak. Ungacha sanagimcha baliq ovlanmasa, men YouTubedan ketaman. 1, 2, 3, 4. Ulaydi men. YouTubedan ketishimni baliqlar ham xohlamaydi. Xo'p, bizda yana nimalar bor? Joyimiz uchun, bo'shatishimiz uchun. Xo'p. Oh shit. Uzilib ketdi. Mana buni bu yoqqa qo'yib turaylik. Qo'yil. Noto'g'ri joy ekan mana bu yer. Hech bo'lmaydi. Yana ovlaylikcha bir gap bo'lar. Agar ungacha sanagunimcha baliq ilinmasa, men YouTubedan ketaman 2 ekas. 1, 2. Ko'ryapsizlarmi? Yana xohlamaydi bu baliqchalar. To'xtanglar. Bizning joyimiz to'lib qoldi. Biz kakras hozir pishirib tayyoramiz. Let's go. Davay pishiraveramiz. Bizning joyimiz kam bo'ldi. What the heck? Mayli necha bo'ldi. Baliqni qo'raylik hozir shu yerda. Stop, bu yerga yotoqxona qo'ysa bo'lar-kan. Nima qo'yibmayapti bunga? Xo'p. Naysul halal. Oh shit. Buni ham ol. Let's go. Bizning bitta balig'imiz tayyor. Ikkinchisi. Buni hali beravermaydi. Bugunchalik bolalar biz shu yerda tunab qolamiz. Chunki o'zi bilyapsizlar, mana kech tushyapti, quyosh botyapti. Biz mana shu yerda tunab qolganimizdan keyin biz mana bu yo'limizni davom ettiramiz. Keyinchalik ham nimalar chiqar ekan juda qiziqaman. Xo'p. Topni tagi op. Bizning joyimiz umuman butkul yo'qoldi, qarochi. Mana buni olib ket. Buni ham olib ketishga joyimiz yo'q hozir. Bor ekan, to'xtanglar. Stop, no fucking way. Bizda virusdak bo'lish kerak-da bir paytlar bor edi. O'qni o'rniga olamiz. Mana bu yerni biz, buni ham biz. Olish uchun ham joyimiz yo'q, basharasiga yo'q. Xo'p. Qarochi bolalar, meni joyim juda kam bo'lib qolayotgani sababli men Shulker box olishga qaror qildim. Bu juda nima desam bo'ladi? Cheaterlik deyiladi-yu, lekin qaranglar bolalar. Bu yerda hech nima sig'dirolmaydi. Xo'p, mana bizning Shulker boximiz tayyor. Xo'p, buni ichiga nimalar solsak bo'ladi? Mana bu kerak narsalarni solib turamiz hozircha. Mana bu juda ko'p o'qlarni ham solib turamiz. Bizga ozginchasi yetadi. Xo'p, mana bu o'qlar ham juda ko'p o'sha. Buni o'zini olmish tutdan o'zi turaversin. Bu ham olmish tutdan o'zi turaversin. Nima olib qo'yamiz? Ovqatlar turaversin. Grappler xo'p kerak. Yana nimalar kerak emas bizga hozirchalikka bolalar. O'sha joyimiz anchagina bo'shadi, ha? Nice, halal bolalar. Menimcha shu joy ham yetsa kerak hozircha bizga. Ovqatlarimiz o'zimizga turaversin. Bu ham ovqatlar hammasini bitta tomonga taqlaymiz, ha? Hammasini zo'r qilishimiz kerak mana. Chotki va bizning ishimiz tayyor. Va Shulker boximizni olib ketamiz. Let's go. Sani hamma narsamiz bor. Mana buni ham olib ket. Okay. Va bugunchalik biz mana shu yerda uxlaymiz. Go. Biz endi joyimiz anchagina bo'sh. Yaxshi bu. Let's go. Modellar olib ketdimi shu bilan? Bizga mana bu switchchalik kerak emas. Buni ikkinchi qo'lga ol. Fakilni o'zi ham yaxshi. Let's go. Biz yangi yotoqxonalarga uxlash muborak bo'lsa. Xo'p, yangi kun va bizning yangi narsalarimiz. Go bolalar. Bizda Shulker boximiz bor. Buni bunday qo'yib yana ochsak o'sha narsalarimiz turgan bo'ladi agar bilsanglar. Bilmayotganlar uchun bu yana bu ma'lumot. Xo'p, biz endi nima qilamiz? Endi biz yana yo'lga qaytamiz. Let's fucking go. Oh shit. Oh, not good. To'xtanglar bolalar, yo'lga qaytishni oldim. Bizga juda ko'p taxtalar kerak. Manzara ovoz chiqdimi? Lekin bunga farqi yo'q. Bizga taxtalar olib ketishimiz kerak. Chunki endi bizda juda ko'p joyimiz bor. Bu bizga plus. Va endi biz bolalar bu taxtalardan tepaga chiqishlarga foydalansak bo'ladi yoki nimadirlarda
bazalarni qurishlarga foydalansak bo'ladi. Juda ko'p ikkita taxtalar hozir shu yerni o'zida, chunki bu yerda juda ko'p taxtalar bor. Okay. Faqat mana shunaqa taxtalar olamiz. Let's go. Plus tagidan bitta bo'lsa hammasi buzilib ketsa, shunisi yaxshi edi, lekin bu Minecraftda yo'q ekan. Oldingi vijaniyamizda zombiyimizda shunaqa edi, agar esinglarda bo'lsa. Let's go. Let's fucking go. Let's Oh shit, qolib ketdimi? Ha, yo'q, qolib ketma. 21 ta bo'ldi. Bizlar juda kam bu ham. Yana bizga kerak. Yana ko'proq kerak bizga. Biz och ko'zimiz, to'ymaymiz a, 2-3 taga. Shuning uchun bizga ko'proq kerak. Qani bu qaysida? Ha, mana bor ekan, mana buning ichida. Let's go. Bugungi kunimizda hammasi shuni bilan o'tmaydi bolalar. Sizlar yana endi bu yerda qolamizmi deb o'ylamanglar. Biz hozirda o'zi ketamiz, chunki bu o'zi bir ikkitagina qoldi ishimiz a. Videolar endi juda qisqa bo'ladi, lekin shunga yarasha juda tez chiqadi. Menimcha kuniga video chiqsa kerak. Shuning uchun videolarni o'tkazib yubormang. Yana bir ikkitagina ozgina kutinglar. Bu kerak emas bunaqa daraxt. Mana bunaqa daraxt kerak. Mana shuni olamiz va ketamiz bu yerda. Go bolalar. Sizlar ham zerikib qolinglar, o'zi bitta joyda turaverib. Shuning uchun sizlarga dunyoni ko'rsatgim kelyapti. Go bizaning mototsiklimiz. Albatta ism topinglar bunga hali ham. Men bu videoni bir kunda olaman. Shuning uchun sizlar agar videoning tagida ismni yozib qo'ygan bo'lsanglar, bilmayman men. Hali bu video umuman YouTube'ga chiqqani yo'q. Oh shit. Stop. Men mana bu tipa qarayda. Wow, what the? Bolalar biz yangi baza topdik. Oh shit, ana bu yerda ham nimadir bor edi. Oldin biz mana shu yerni biz o'rganib olishimiz kerak. Bu baza ham deymay, o'sha zombilar ishg'ol qilib ketibdi bu yerni. Let's go, lekin menga juda yo'qdi bu yer. Mana shu yerda baza qilsak-chi bolalar, qaranglar. Dahshat yo'qdi, hamma joyini ta'mirlaymiz biz. Davay, mana shu yerda lekin bu yerda nima bo'ladi? Wow. Kimdir o'zini kanalini reklama qilyapti. Discordda. Okay, ikkinchi qavat. Bu yerda ham yaxshi narsalar. Xarib. Qo'ylar nima bu? Chalgich narsa. Nice, ul halal kerak bizga kerak. Stop, bu yonish kerak edi. Men yonmadi bu. Cho'maydi. Bu yerga o'tirib dars qilinadigan joy ekan, menimcha. Kompyuterni olib qo'yamiz agar biz kuchayib ketsak. Kerak emas bu ham. Bu ovqatlanadigan joy. Mana bu yerga keladi. Narsasini beraveradi, mana bu yerga o'tirib ovqatlanadi. Ulaydi. Bu yerga aholini ham ko'paytiramiz keyinchalik. Nice, ul halal bo'ldi. Nima bu yer? Gospital nima? Gospital, oddiy gospital. Gospitallar nima deyapman? Okay, ovqatlan olaylik. Mana bu ham kerak emas bizga. Xo'p, yana mana buning tepasida bor juda qiziq ketaman. Go, bola, past chiqaylikchi. Albatta buning tepasida aynan kerakli narsa bo'ladi, chunki bunaqa joylarda kerakli narsalar qo'yilgan bo'ladi. Let's go. Oh shit. Yopib qo'y buni. Nice. Qam yo'q. Yana bir qavat bor ekan. Rosta, eshitmay yo'q demoqchi edim. Ya. Ol buni. Ha. O'tyapti, buni otmoqchi bo'lsam. Okay? Men o'qlashi zo'r. Buni qanaqa o'q ketadi bunga? Buni o'zini o'qi bor ekan, lekin men o'tkishda bitta bossam o'taveryapti qo'limdan. Fuck bo'lamiz a? Bumi ekan bu. Ketdimi? Yaxshi narsa chiqdi, lekin rostdan o'qi yo'q buni. Nima qilamiz? Buni tez tushamiz pastga. Okay, asta qo'yini olamiz. Xo'p. Biz hali ko'rmagan joylarimiz mana bu yerni eshigini dahshat qilishibdi lekin. Qaranglar, pastga ochilam, tepaga. Tepaga ochilarkan yaxshi. Mana shu menga yoqdi. Mana shu dahshat qilishgan. Mashina o'tib qaytish uchun ham zo'r. Xo'p, bu yerda hunarmandchilik joylari. Usta hunarmandchilik ekan, nima bo'ladi? Boshqalarga yo'qmi? Tayoqchasini olib ketamiz, qolgan kerak emas. Iron rod, temir nimadir mana. Kerak emas, joyimiz to'ldirayotganimiz qoladi. Baliqlarni yo'lamiz endi. Let's go. Xo'p, biz hali ko'rmagan joylarimiz ko'p. Mana bular ichida nima bor? Bambukdan qurilgan uylar. Let's go. Bular oddiy aholi yashayotgan uylar menimcha. Kim bor? Qo'ling ko'tar. Hech kim yo'q. Kimga uylanaman endi men buni? Kimgadir berishim kerakmi? Kimgadir uylanib, shuni berishim kerak. Kimga uylanaman endi? Nimadir bo'lmadi ichida? Tapor bor ekan yaxshi. Eski taporni bu yoqqa qo'yamiz. Cho'plarni olib. Xo'p, tepaga chiqalik, ikkinchi qavat ham bor ekan buni. Brachkalar. Kuni issiq bo'lyapti. Mayli, ketdik. Let's go. Ko'ryapsizlarmi? Shu yerda ham bilinadi mana. Shunaqa yozadi meni kitobni. Mana bu yerda o'tirishligin kitobda shu qaraylar, yoncha turibdi. Ko'ryapsizlarmi? Omildagi shu yerdan bilinadi. Okay, bu yerda ham hech nima yo'q. Mana bu yerda ham uy. Mana bu yerda o'pishimiz kerak bolalar. Короче, biz qaraylar, qancha narsa bor bizda. Aholilarni bu yerga jamlasak, mana bularni qurishga yordam beradi. Men qo'yib chiqaman. Aholilar bularni quradi. Oh shit, bu yerda ham hunarmandchilik joylari. Bu yerda o'sha kerakli narsa yo'q. Kerakli narsa yo'q. Let's go bolalar, hech qaysi ochilmaydi bu yerni. Go bolalar, biz bu yerga qaytamiz. Chunki bolalar biz bu yerni o'z imperiyamiz qilamiz. Ya'ni bu yerni ta'mirlaymiz, aholini ko'paytiramiz. Va endi biz hozircha qilayotgan ishimiz bu yerda ketish. Mana bu orqasida nima bor bu yo'lni davomida? Kiyas qochamiz bu yerni. Let's go. Bu yo'lni davomida nima bor rostdan? Qilib qolyapmiz. Wow. Biz qanaqa junglilik joyga keldik. Tosh tushishi xavfi bordir balkim. Ko'mir.
Okay, bize endi ko'mir kerak emas. Bizdan chegini ko'mir bor. Oh shit, mana bu qaranglar. Hayvon bog'i bu. Wow, stop, no fucking way. Bu yerda ham qanaqadir stansiya. Biza oxiriga keldik, bolalar, biza yo'lni. Biza yo'lni oxiriga keldik, chunki bu yerda qaranglar. Chunki bu yer katta, nima desam bo'ladi? Bu yer katta daryo. Okay, bu mana bu yerda sandiq. Yozilgan. Mana yozilgan ekan. Ruscha yozilgan aniq. -8 1222. Nima bu? -8 1222. Mayli, necha? Ozgina yuraveraylik, bu yerda nimalar bo'ldi balki. Bu mana bular tagiga balonlar bormi? Balon emas ekan. Voy, balonga o'xshatib qo'yibdi suvda ishni. Oh shit, ko'rdinglarmi? Qayerlar kit? Yondan ko'rsa bo'lar ekan. Okay, o'qimiz boram. Kelmayapti, bo'llar. O'qimiz bo'lmaydi yo'qqacha. Oh shit, nima bular? Oh, nima bu? Sandiqlarni yangicha turi 5 ta berildi menga. Tursin mayli. Короче, buni ham shulker boximga solib qo'yaman. Mana bu kerak narsalar hammasini shulker boxga solib qo'yaylik endi. Okay, bo'ldi. Bu yerga ketish vaqtimiz bo'ldi. Ketishmas, ya'ni biz yana narsalarimizni izlashimiz kerak. Bu yerda nimalar bor? Ana bu yerda ham sandiqlar bor. Oh, bu yerda ham sandiq. What the fuck? Kakras bo'ldi, kakras kerak. Uyga borib qo'viramiz bilan. Let's fucking go. Oh, bu yerda ham sandiq. Bular kerak. Kerak emas unisi. Let's go. Oh, bunun ichida nima bor? Nima kerak shu? Nima injenerdan narsasi? Nima? Короче, biz ip topamiz. Ana ularni kesolar ekanmizni. Biz sinab ko'ramiz o'shalarni. O'shalarni sinab ko'ramiz biz hozir. Go. Iplarni kesolamiz ham. Let's go. Okay. Kista rostdan, lekin men zombi ovozi eshitdim. Qaylar zombilar bu? Zombilar ovozi yomon chiqibdi, lekin uni bilmadim, lekin men endi injenerman. Arqonni mana.